Assalomu alaykum obunachilar. Mana hozir Crazy King bilan Crazy nomer 1 double 2 o'yinini boshlashdi. Revanch talab qildi. Hop. Molla kimga ovoz berasizlar? Crazy King yoki Crazy nomer 1? Adashmasam bilan o'yinini chiqargandim. Adashmasam. Menimcha adashdim. Chunki bilan o'yin menimcha ko'pchilik ko'rgan deganlar. Crazylarni qiroliga ovoz berasizlarmi yoki nomer 1 o'yinchigami deganlar? Kommentga yozamiz. Hop, o'yinimiz boshlandi. Hop, davay. Men ovoz beraman, nomer 1ga demayman, lekin ikkalovi ham normal o'ynaydi. Men hozir bittasiga ovoz bera olmayapman. Yaxshi nomer 1. Oh, malloch. Lekin joni ham yomon to'kib qo'ydi, bitta otish o'zida. Menimcha hech ozgina o'qitaydi shekilli. Oh, yaxshi, yotib olib qo'ydi lekin. 2-0 Crazy yutqizotdi. 3-0. Uchta shotga Crazy nomer 1 anaqa ochkoni oldi. 3ta shot. 3ta shotga sinib beradi. Info eshitmay qoldi Crazy King. Yaxshi King. Jigarli kimdirga arzon tezkor ishonchli UC servis kerak bo'lsa, Crazy UC servis taklif qilasizlarga. Ancha arzon, tezkor. Adminga yozchilar bilan pulni tushgan tekshiradi. Chek tashlaydi, tekshiradi, shundan keyin UC bekasi qilib chiqadi. Undan ham tezroq iloji bo'lsa, просто o'sha tushganligini tekshirishda ozgina vaqt ketadi. Uzoq 3 daqiqada tushadi jigarlar. Yaxshi. Ikkita shot oldi. Jigarlar shunaqa turnirlarni ko'paytiraylikmi yoki prank video olaylikmi? Nima deysiz? Jigarlar komment yozinglar. Prank video deydigan bo'lsanglar, prank deb yozib ketinglar. Agar mana shunaqa TDMR keyin mana shunaqa bolalar bilan, musiqilar bilan oladigan video bo'lsa, TDMR yozib ketinglar. Yaxshi. 3-5 ikkita shotga ustunlik oldi Crazy nomer 1. Bu info eshitmayapti. Hisob info eshitmasa ko'rib o'ynayapsiz. Oh, kalla qolmadi shekilli. Kaska yo'q mana bunda. Yo, bor ekan. Yaxshi, bunisini kuzatib qolaylik. Yaxshi. Baranas endi aniq qolmadi. Bitta ikkita o'qitib to'kilib tushadi. Birani oldi. Birani oldi. Молодец, kaska to'kib qo'ydi. Biranas qolmaganda kaskasi yarim edi. Yarimdan sal ko'proq oldi. To'g'ri, yarimdan ko'proq qismi ketgan edi. Hop, 3ta shotga ustunlik otdimmi mana? Yo'q, 2ta shotga ustunlik otdim deganlar. Qochyapti meni. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi bo'ldi.
4 ta shot ustunlik qotdi jigarlar. Uzr orada gapirmayman. O'yin ozgina tomosha qilib berib ketganman, sizlarga gapirish esdan chiqib ketdi jigarlar. 5 ta shotga ustunlik qotdi. Crazy. Deganlar qanaqadir challenge'lar yoki kommentga yozinglar. Biz qanaqa video chiqarish bilmasdan faqat tdan chiqaramiz. Balki sizlarga shu qiziqdir. Qanaqa video chiqarishimizni. Agar anaqa video chiqaringlar desanglar, o'sha videoga biz harakat qilardik. Bizga hali hech kim anaqa video chiqaringlar deb aytishmadi. O'shanga biz faqat tdan video chiqarishga harakat qilamiz. Yaxshi. Hop. Почти 2 da ketyapti Crazy King. 1.9 kadami, 1.8 kada bo'ldi. Ko'rdim. Bitta vaqtim qoldi. Yaxshi 2 kada. Hop jigarlar. O'yin tugashiga 3,5 minut qoldi. O'zi 2 kada ketyapti. O, молодец, ben Crazy King o'ldirolmaydi deb o'yladim hozir. Yaxshi comeback bo'ldi lekin. Jonni to'kib qo'yganda, lekin buniki ko'proq edi. Shunday ham o'ldirolmay qoldi. Ikkita hit yeb qoldimi deyman. Jon to'kib qo'ydi lekin. Yaxshi. Deganlar nima deb o'ylaysizlar? Crazy King 2 kada qila oladimi nomeradi? Komment yozamiz deganlar. Yaxshi. Bolalar, mana qiynaydigan eng yomoniga mana shu chap tomonga qarash. Bakovoy bilan chap tomonga qilish. 10 tomonga qilib o'ldirish osonroqdir, chunki 10 tomonda turibdi yani otadigan. Meni avtomatimiz. Chap tomonni sil o'ldira olasizmi yo'qmi? Men misolcha o'ldira olmayman deganlar. Jonni chaqolishi mumkin, lekin o'ldirishgacha bora olmayman. Yo, meni o'ldirib qo'yadi. Yoki 10 tomonga o'tishga harakat qilaman. Yaxshi o'yin. 2,5 kada ketyapti почти. Yaxshi. 2 kada ketyapti endi. O'yin tugashiga 2 minut qoldi deganlar. Like, подписка bosib turamiz. Bu meni bilasizlar yangi akkauntim. Narigi akkauntim qisman bangigan ekan. Hop. Orada uzr bilan ovoz ochmani ovozi eshitilmay qoldi. 19 bo'lib tushdi. Yana bitta killdan keyin 2 kada bo'ladi bolalar. Hop. Yaxshi. Молодец, Crazy King. Hop jigarlar. O'yin tomosha qilib turinglar, hozir kelaman. Sizlar bemalol. Hop jigarlar. Shota bo'lib 2 kadaga menimcha qilolmasa kerak jigarlar. Like, подписка bosib qo'yinglar. Yaxshi. Shunda hozir 13 bo'lsa 26 ta kill qilish kerak. Bu degani yana 5 ta kill qilsa 2 kada bo'ladi, lekin 5 ta kill qilmasa kerak. Yaxshi. Shot olish boshladi.
Crazy yutsa Crazy nomer 1 Silla deb yozib ketinglar. King yutsa King Silla deb yozib ketinglar deganlar. Ularga motivatsiya bo'ladi. Kanutga o'xshadi deganlar. Ana o'yin tugadi. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar.